Assalomu alaykum, sog'lom ovqatlanishni istab yurgan iste'molchilarimiz. Agarda siz arzimagan narsa bilan ham kun davomida charchoq hissini yo'qotmoqchimisiz? Marhamat sizga. Bu shunaqangi paketchalarda maxsus kukun holatida o'ylab topilgan juda ham zo'r formula. Tarkibida yong'oq, chilonjiyda, qora guruch, qora loviya, ba'zi bir holatlarda tut, quritilgan tut mevalari ham bor. Buni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin ertalab nonushta vaqtida yoki bo'lmasam perikuslar deymiz mana. Orada ovqatlaringiz kelib qoladigan bo'lsa, safarga chiqqan paytlaringizda yarim litrlik baklashkaga eritib kun davomida ichib yurishingiz ham mumkin. Umra, hajga ketganingizda, yo'ldagi safarlarda ovqatlanish iloji yo'qmi? Bu shunaqangi sizga to'yimli ozuqa berish qobiliyati bor. Energiyaga boyitadi, charchog'ingizni yo'qotib beradi. Yosh katta odamlar bemalol bittasini mana shunaqangi idishlarga solib, suyuq ko'rinishda ichsa ham bo'ladi. Odatda bolalarga bu yoqimsiz tuyulishi mumkin. Bolalarimizga bemalol 2-3 tasini bitta qilib, oddiy uyimizdagi sariyog' yoki durdani yog'iga aralashtirib, ozgina asal bilan buterbrod ko'rinishida uyda nonushtaga, peshinda yoki bo'lmasa maktablarga ham tayyor holatda berishingiz mumkin. Qonni ko'paytiradi, immunitetini ushlab turadi, ichkaridagi har xil toksinlardan tozalaydi va ajoyib to'yimli, ekologik, toza, tabiiy bo'lganligi uchun gijji parazitlarning ko'payishini ham oldini oladi. Qoni kam, holsiz, kuchsiz bo'lib yurgan insonlarga bemalol tavsiya qilishingiz mumkin. Allergiyasi bo'lmasa, bemalol homiladorlik hamda emizikli paytda ham iste'mol qilishi mumkin. Sog'lom ovqatlaning.